Diqqat, xalqqa ajoyib yangilik. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'rnatilgan ish haqqi, pensiya va nafaqalar haqida xushxabarlar e'lon qilindi. Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zbekiston fuqarolari tayyor turing. O'zgidromet O'zbekistonning barcha viloyatlarida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, xabarlarimiz keng tarqalib barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi ertaga 25-iyun kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 38-40 daraja, kechasi 25-27 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Navoiy viloyatining shimolida ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi, deyilgan xabarda. Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ish haqqi, pensiyalar va stipendiyalar, nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmoni imzolandi. Unga ko'ra 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar miqdori 10% ga oshiriladi. Unga ko'ra joriy yilning 1-iyulidan boshlab pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 471 ming so'm, yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1,12 million so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovlarni hisobga olgan holda 820 ming so'mga o'zgardi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning bir nafar mehnatga layoqatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 820 ming so'm etib belgilandi va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun amaldagi tartibga muvofiq pensiya to'lab boriladi. Shuningdek, 1945-1941 yillardagi urush oqibatida nogiron bo'lgan shaxslar va uning qatnashchilari, shuningdek, fashistlar konslagerining voyaga yetmagan sobiq mahbuslari va Leningrad shahri qamal qilinganida davrida shahri qamal qilingan davrda ishlagan shaxslarning eng kam pensiya miqdori ustamalarni inobatga olgan holda oyiga 4,462 ming so'mni tashkil qiladi. Pensiyalari miqdori oshirilishi bilan bog'liq xarajatlar budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Farmonga muvofiq 4,2 million nafar pensiya oluvchilarning pensiya miqdori qayta hisoblanib, iyul oyida yangi miqdorda to'lovni amalga oshirish rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabar barcha pensiya oluvchilarga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang.